Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Pomidor sharbati. Uning qanday foydasi bor? Pomidor likopen manbai. Aynan shu modda unga yorqin rang beradi va kuchli antioksidant sanaladi. Likopendan tashqari pomidor sharbati tarkibida temir, kaliy, C va E vitaminlari yuqori miqdorda. Quvvati 100 grammda 21 kilokaloriya. Foydasi: ko'z kasalliklarida, A vitaminozi vaqtida, anemiyada, moddalar almashinuvini tiklash uchun, oshqozon shirasi kislotasining kamayishida, uyqusizlikda. Bundan tashqari sharbat suyuqlikni chiqarish, shu tariqa shishlarni kamaytirish, venalar kengayganida foyda ko'rsatadi, vaznni kamaytiradi, oshqozon yarasida samarali ta'sir qiladi, asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Vaznni kamaytirish. Vaznni kamaytirish maqsadida pomidor sharbatini ovqat iste'molidan 10 daqiqa oldin ichish kerak. Bu ochlikni kamaytirib, oshqozonni to'ldirishda yordam beradi. Shu tariqa tushlik vaqtida kamroq ovqat iste'mol qilasiz. Shuningdek, ovqat qabul qilish o'rniga bir mahal sharbat ichish mumkin. Porsiyangiz hajmi o'zgarmaydi, quvvati esa kamayadi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.